qanday quvilgan? Alloh taolo har bir ishning haqiqatini Qur'onda bayon qilgan. Birinchi inson Odam alayhissalom jannatda bir o'zi yashar edi. Keyin Alloh taolo inson zoti sokinlik topishi, mehr muhabbat bilan yashashi uchun Odam alayhissalomga uning qovurg'asidan Momo Havvoni yaratdi. Odam alayhissalom uyg'onib qarasa, yonida Momo Havvo turibdilar. Hayron bo'lib, "Sen kimsan?" deb so'radilar. Men ayolman. "Qayerdan kelding?" degan edi. Uxlayotganingizda Alloh meni qovurg'angizdan yaratdi. Odam alayhissalom undan ismini so'radi. Bilmayman, meni xohlaganingizcha atayvering. Alloh sizga hamma narsani nomini o'rgatgan. Farishtalarga o'rgatmagan ilmlarini sizga o'rgatib, sizni ulug'lagan-ku. Odam alayhissalom "Unda men seni Havvo deb atayman" dedi. Nima uchun ismim Havvo?